MrBeast mega park ochganidan xabaringiz bormi? Videoni oxirigacha ko'rmasangiz, park yopilib qoladi. Borishga ulgurmaysiz. Obuna bo'ling, tushuntiraman. YouTube yulduzi Jimmy Donaldson, ya'ni MrBeast o'zining yangi loyihasi Beastland nomli vaqtinchalik tematik parkini 13-noyabr kuni Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida ochdi. Park uning challenge videolari asosida yaratilgan bo'lib, tashrif buyuruvchilar real hayotda videolardagi sarguzashtlarni boshdan kechirishlari va ekstremal attraksionlarda uchishlari mumkin. Shuningdek, merchlar sotadigan do'konlar ham bor. Eng e'tiborlisi, arenadagi o'yinlarda yutganlar pul mukofotiga ham ega bo'lishadi. Sovrin jamg'armasi 1 million Saud riyoli. Bu taxminan 266 ming dollar degani. Qiziqdingizmi? Unda Aviasales.uzdan shartda taxminan 210 dollarlarga Ar-Riyodga chiptani olib, uchib borishli joyi lekin. Balki MrBeast bilan ham ko'rishib qolarsiz. Aytgancha, elektron viza olishni unutmang. Diqqat, park shu yilning 27-dekabrigacha ishlaydi. Afsuski, undan keyin boshqa davlatga ko'chirilishi mumkin. O'zi bu odamni tanidingizmi? Izohlarda fikringizni yozing.